Bular baribir o'rgatmaydi, shunchaki ahvatini oshirib like yig'ish uchun sizlarni yolg'on gapirib aldaydi degan obunachilarimni ataylabdan blogga tiqmadim. Sababi bodring yopishni o'rgatganimda vijdonliga qiynalishi uchun. Bodring nabzatilni gulini olamiz, bo'lmasam aynib qolsa guli yoki bonkani otishiga yoki suvni xira bo'lishiga sababchi bo'ladi. Bonkalarimizni bir kun oldin yuvib, quyoshda 1 sutka qoldiramiz. O'zi qizib turgan bonkaga keyin bodringlarni solishni boshlaymiz. Bodringlarimizni yaxshilab gullarini olib, keyin bo'lsa 3 soat bochkaga solib qo'yamiz. Bodringlarimiz suvda turguncha biz bekor turmay naborlarimizni tayyorlab turamiz. Chesnok solamiz, bolg'ar solamiz, murch, lalorist va xiren solamiz. Xiren ko'payib ketmasin, sababi bonkani tahir qilib qo'yishi mumkin. Keyin bo'lsa 3 soat bochkada turgan bodringlarimizni yaxshilab qo'llarimizda chayib, top-toza qilgandan keyin 1 soatga quyoshda selgitib qo'yamiz. Qup-quruq bo'lgandan keyin bonkalarga joylashni boshlaymiz. Bizda juda ham ko'p ob'yomda tuzlaganligimiz uchun zakazlarga sizlarga 1 litr bonkaga qancha bodring ketishini aytib o'taman. Uzog'i 500 va 550 gram bodring ketadi 1 litrli bonkaga. Yaxshilab presslab joylaylar, bo'lmasa suv solganda bodringlar ko'tarib qolishi va tez aynashi mumkin. Keyin bo'lsa hamma bodringlarni joylab bo'lgandan keyin 1 qoshiq nomiga sila qilib shakar, 1 qoshiq ko'proq qilib tuz solamiz va ustiga qaynab shaqillab turgan suvlarni solib, uksuzni ham shunaqa nomiga 1 qoshiq solamiz va 15 minut qaynatishga qo'yamiz. 15 minutdan ko'payib ketmasin, bo'lmasa bodringlarimiz yumshab qolib, umuman qarsillamay chiqadi. Agar to'liq tushuntirgan bo'lsam va sizlarga video yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib qo'yinglar, hali yana ko'p bonka yopishni o'rgataman.